24 soatning ichida 50 daqiqa Xudoga ibodat qilishlikni buyurdi. Bu ham o'zimiz uchun ekan. Xudoga kerak emas ekan. Farishtalarning ichida eng kattasi Jabroil alayhissalom ekan. Boshi 7 qat osmonning tepasida, oyog'i 7 qat yerning tagida. O'shanda zot 300 ta qanoti bor ekan. Qanotini yozsa yer yuziga qopqa qo'yib qolar ekan. Qanoti bir-biriga o'xshamas ekan. Xudoga aytdi: "Ey Alloh, mendan ham chiroyli maxluq yaratganmisan?" dedi. "Yo'q, faqat seni yaratdim" dedi. O'sha Jabroil alayhissalom shuni shukronasiga 2 rakat namoz o'qidi. Birinchi rakatida o'ng oyog'ini qo'yib, chap oyog'ini ko'tarib 20 ming yil turdi dedi. Ikkinchi rakatida chap oyog'ini qo'yib 20 ming yil, 40 ming yilda bitta oyog'ida 2 rakat namoz o'qidi. 40 ming yil ketdi. Boshini sajdaga qo'yib: "Ey Alloh, ojizlikman qilgan ibodatimni qabul qil" dedi. Xudo aytdi: "Ey Jabroil, rost ibodat qilding, seni ibodatingni qabul qildim. Sendan keyin hech kim bunaqa ibodat qila olmaydi. Magaram oxirgi zamonda Habibim Muhammad alayhisalomning ummatlari keladi. Ular qancha tashvish bilan, o'ylar bilan, quloq qoqib qo'yib pulini sanash bilan, tahoratida shikastalik bilan ozgina daqiqada 5-10 daqiqada 2 rakat namoz bomdodni o'qiydi. Seni 40 ming yil o'qigan namozingdan o'shalarda 2 rakat namoz menga yaxshi degan ekan Xudo taolo. U namozi bomdodimiz ekan. Jabroil alayhissalom: "Hep Parvardigor, 40 ming yilda o'qigan bo'lsam, ular ozgina daqiqada bola chaqasini o'ylab turib o'qigan namozi qandagam ulug' bo'lsin" deganda, "Sen o'zingni ixtiyoriyman o'qiyapsan, ular meni buyrug'imni bajaradi" degan ekan. O'shuning uchun ulardagi ko'p degan ekan. Bir o'ylash kerak. Qarang. Minha xalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra. Turpaqdan yaratgan bo'lsa, yana turpaqqa olib borib qo'yadigan bo'lsa, borishimiz ham Xudoga bo'lsa, Xudo o'zi yaratdi, o'lganimizni ham Xudoga ro'par bo'lsak, oyoq qo'limizni baylaydi, jag'imizni tag'adi, qabrga qo'yadi, kerak bo'lsa ustidan g'ishtni terib, o'zimizni o'g'limiz ham mahkamlab, billayotgan xotinimiz bir kun yotolmaydi yanimizda. O'g'limiz 1 soat turmaydi, savol-javob bo'lguncha o'tirib turay ham demaydi-da. O'shanda tanho qop-qora go'rda ham siz bilan biz Xudo bilan bo'lib qolamiz. Xudoni o'ziga boramiz. Shu Xudoga ibodat qilmagandan qo'rqish kerak-da. Shu Xudoga namoz o'qimagandan qo'rqish kerak. Xudoni nazdida eng yomon odam benamoz odam ekanda. Eng yomon odam benamoz odam. Hamma aytadi, ishim yurishmayapti. Qayerga borsam ekan, hechga borma. Boshingni aylantirib Parxonga borib nima qilasan? Xudoni o'ziga yalinovur ishingni yurishtiradigan o'zi. Kasal bo'lsa, tezda chilyosin qilar, masjidga pul olib borib ber. Voy, kasal olmasdan turib ta'arraf ilallohi fir-rahoi, ya'rifka fish-shiddati. Kasal olmay turib Xudoni o'ziga uchrab qo'yganingda Xudo labbay der edi. Bir odam sayohatga chiqqan ekan. Unga bir mo'ysafid she'ri bo'pti. Ertamandan kechgacha yurishib, kechqurun bir daraxt tagiga kelib charchab, endi yotaman deganda hali mo'ysafid qadam bosib qochibdi. Birodar, ertamandan beri billamiz. Endi qoraydi, kechqurun bo'ldi, bir billa yotmaymizmi desa, sen meni tanimading debdi hali mo'ysafid. Men odam suratidagi shayton edim. Senga bugun hamroh bo'lgan edim. Men hayotimda sajda qilmagan yerim qolmagan. Xudoga sunaqa sajda qilganman. Ko'p ibodat qilganman, lekin Xudo bitta gap aytdi. Odamga sajda qilgin dedi. Bir marta shu odamga sajda qilmaganligim uchun umr bo'yi qilgan ibodatimni hammasini hayf qilib Xudo taolo dargohidan quvlab tashadi. Sen bir kunda 5 marta Xudoni gapini qilmayapsan. Bomdodda o'qimading, peshin, asr, shom, xuftonda o'qimay yotibsan. Endi seni tepangga bir balo kelib qolsa, men ham she'ri go'may deb shayton ham qochib ketgan ekan. Haligi benamozdan. Sen bir kunda 5 marta sajda qilmading. Men bir umrim bo'yicha 1 marta sajda qilmaganligim uchun shayton bo'lib qolganman. Sen mendan ham yomon ekansan deb shayton qochib ketgan ekan benamozdan. O'ylash kerak. Shuning uchun
qaysi inson kechqurun yotishi bilan Azroil alayhisalom lashkarini jo'ratar ekan, tezda borib jonini olib kelgin. Bu bugun ibodat qilmadi, namozni xuftonda o'qimay yotdi. Shuni ibodat qilmaganligi uchun, xufton o'qimaganligi uchun tezda qabzroq qilib kelgin der ekan. Shunda Jabroil alayhisalom ham o'zini lashkarini jo'ratib, "Yo, rahim qilinglar, hozir o'qiydi" deb u jonini olaman deb turar ekan. Bu hozir o'qiydi deb tong ottirib yurar ekan. Qo'rqish kerak. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ko'chada ketayotganda bir alomon keldi. Alomonni oldida bir tuya keldi. Tuya tilga keldi. Al-amon ya Rasululloh dedi. "Ya Rasululloh, meni saqlab qoling" dedi. Tuya tilga kirdi. Orqasidan hali odamlar yetib keldi. Nima gap dedi? Odamlar aytdi: "Biz bu tuyani sotib olganmiz. Yuk tashiymiz, suv tashiymiz, xizmat qildiramiz. Bizni xizmatimizni qilmay qochib kelyapti" degan ekan. Rasululloh tuyadan so'radi: "Bular seni pulga sotib olgan ekan, shularda xizmatkarisan. Nima uchun sen bularning ichidan qochib kelyapsan?" deganda, "Yo Rasululloh, bular turgan qishloq qavmlari namozni xuftonda o'qimay yotadi. O'shalar namozni xuftonda o'qimaganligi uchun kechasi balo kelib qolsa, baloda qolib ketmay deb qochib kelyapman. Agar bular sizlarga va'da qilsa, xuftonda o'qib yotamiz desa, ene borib xizmatini qilaman" degan ekan. Tuya jonivora. Benamoz sabablik hayvonlarga ham zarar kelishi mumkin ekan, xonadondagi hayvonlarga zarar kelib qolishligi mumkin ekan. Qarangda. Bir vaqtda bir qabrda azob bo'layotgan ekan. Ulug' zotlar nima bo'ldi ekan deganda tushida ma'lum bo'lgan ekan. O'sha qabrni tepasiga bir qush kelib qo'ngan ekan. O'sha qush kelib qo'nganligi uchun qabrda azob bo'layotgan ekan. So'rashdi, nima uchun qush kelib qo'nsa-yu bu azob bo'ladi desa, u qush qabrga qo'nishdan avval bir benamozda xonadoniga qo'ngan ekan. O'shani kasofatidan bu qabrga azob bo'layotgan ekan. Bir ajoyib shu benamozlar haqida kitob bor edi. Shu kitobda bir narsani yozgan. Qo'rqasiz. Benamoz bir luqmani olib og'ziga soladi. Solayotganda haligi luqma tilga kirar ekan. "Ey benamoz, sen meni yemasang bo'lar edi. Sen meni yeb gunoh ishlarga sarf bo'lasan, seni mabodo badaningga men jaylanib najosat bo'lib tushmasdan badaningga go'sht bo'lib qolsam, seni azobingga men ham sherik bo'laman" der ekan. Seni o'rniga bitta namozxon yeb, namoz o'qib, roza tutib ibodat qilsa, o'shanga men ham hissam qo'shilib qolardi, quvvat olardim der ekan. Endi benamoz uydan safarga, bozorga bu yoqqa chiqib ketayotganda devor bosgan yer aytar ekan: "Hey benamoz, qaytib shu xonadonga kelmagin. Sendan biz zerikdik" der ekan. Yer aytar ekan: "Shu bizni bosmaganingda bo'lar edi" deb turar ekan. Kiyimlar aytar ekan: "Agar bizga Xudo jon berganda, sendan biz qochib ketar edik. Shu benamozga biz avrat bo'lmas edik, bekinib turmas edik" der ekan. Benamoz o'lsa, yuvayotgan suv ham aytar ekan: "Isrof seni tepangga bizni qo'yyapti-da. Namozxonni tepasiga qo'yganda yaxshi edi" der ekan. Kafan aytar ekan: "Eskina, senga o'ramaganda bo'lar edi, qabrdagi azoblarga biz ham sherik bo'lib qolamiz" der ekan. Haligi joni yo'q, survam dod deb turar ekanda, "Shu benamozga meni o'ramanglar. Qabrda azob bo'lsa, shu men sherik bo'laman" der ekan. Endi oborib qabrga oborib qo'yganda qabr dod der ekan. Ko'rganmiz, 2 soat qabrga olib kira olmaganlarni ko'rganmiz. 2 soat qabrga kirgiz olmagan. Qabr dod der ekan. Shuni o'rniga bitta namozxonda olib kelinglar. Shu benamozni qo'ysanglar, u azob bo'lsa, biz ham shunga sherik bo'lamiz. Yanidagi qabrdagilar ham, murdalar ham dod deb turar ekan. Bitta benamoz qo'shni o'lyapti-da bizga deb dod deb turar ekan. Shuning uchun Sofi Alloh pirimiz aytadilar: "Benamozni yuvmangiz, eltib lahatga qo'ymangiz, chanqasa suv bermangiz, anqa bo'lsin benamoz" deydi. Namoz o'qimagandan keyin uni nima qilasan, yuv deyapti. Ovora qilib. Uni qabrga olib borib ham nima qilasan deydi.
eng achinarli holat, juda achinarli holat. Er namoz o'qisa, ayol namoz o'qimasa, yo ayol o'qisa, er o'qimasa, ko'rpada bitta hayvonman yotgandek bo'lar ekan, Xudo saqlasin. Shuning uchun kuyovonlarimizdan so'raymizki, kelinlarimizdan, opa-singillarimizdan ibodatga mahkam bo'ling. Bu ibodat bir zotni olim ekan, ulug' zot ekan. Qayerda ma'ruza qilsa aytar ekan: "Ey birodarlar, o'likka yig'lamanglar, o'likka yig'lashlik, sannab yig'lashlik gunoh" der ekan. Tasodif o'zini 16 ga kirgan farzandi vafot qildi-da. Katta chorsini baylab dod deyotgan ekan. Xalq ta'sir o'likka yig'lamang derdi, nima yig'layapsiz desa, o'g'limi o'lganiga yig'lamayapman. Sajda qilmay o'tib ketib qoldi, shunga yig'layapman degan ekan. Boshi sajdaga tegmay o'tib ketdi, shunga yig'layapman.